Assalomu alaykum, hurmatli hamkasblar. O'tgan safar mana Medining klitkasi haqida tushuntirib bering deb, video qilib bering deb so'rashganda asalchilar. Hozir shuni tushuntirib beraman. Qanday yasalishini. Buni yasashda mana lineykadan foydalanamiz. Lineykani 22 cm qilib kesib olamiz. Nima deganda 22 cm nima uchun? Chunki mana bu ganiman reshotkasi 44,5 cm. 44,5 cm 2 ga bo'linadi. O'zi 24 cm bo'lishi kerak ganiman reshotkasi. 24 cm endi 24 cm bo'lsa bu ancha birakka chiqib ketadi. Shuning uchun birakka chiqarmasligi uchun teng 2 ga bo'lamiz 44. 44,5 22,5 bo'ladi. Mana 22 cm dan lineykani kesib olamiz. 22 cm dan va mana bu 2,5 cm lik brusokchalar. Tayyor bular. Bundan keyin ganiman reshotkasini tayyorlab kesib qo'yamiz. 22 dan qilib. Bu tomondan sim. Lineyka teshiladi suyurlar. Teshib buni qism qayirib qo'yiladi. Ikkinchi tomoniga ham shu ganiman reshotkasi tayyorlanganini kesib qo'yamiz. Mana simni teshib qo'ygan joyga kirgizamiz. Ganiman reshotkasi tayyor. Milinskiy kletkasi ganiman reshotkasidan. Mana pinamda bo'ldi, ochiladi. Onani kirgizib yuboramizda. Mana yo'q. Qamab qo'yamiz, bo'ldi. Bundan ishchi aralar kirib chiqaveradi, ona kirib chiqolmaydi. Yana nima savollaring bo'lsa marhamat.